Barchamiz haqiqiy ismi deb o'ylagan futbolchilarning laqablari. Masalan, Xalqni olaylik. Aslida bu uning haqiqiy ismi emas. Tashqi ko'rinishi va o'yin uslubi sababli do'stlari uni yoshligida shunday chaqira boshlashgan. Uning asl ismi esa Givanildo Vieira de Souza. Navbatda Kaka. U bu ismni ukasidan olgan. Ukasi Ricardo deb aytilmagani uchun uni Kaka deb chaqirgan. Bu ism unga yopishib qoldi va butun dunyo uni aynan shu nom bilan taniydi. Shuningdek, tarixda aks-sado beruvchi ism Pele. Uning haqiqiy ismi Edson Arantes do Nascimento bo'lib, Pele shunchaki bolalikdagi laqabi edi va u qandaydir tarzda abadiy nomga aylandi. Bunga ishonishingiz qiyin, lekin Ronaldinho ham uning haqiqiy ismi emas desam nima deysiz? Uning asl ismi Ronaldo. Biroq gap shundaki, Braziliyada allaqachon boshqa bir Ronaldo, ya'ni Ronaldo Nazario bor edi. Shuning uchun ularni ajratish maqsadida uni kichik Ronaldo ma'nosini anglatuvchi Ronaldinho deb atay boshlashgan. Hatto Pepe ham uning asl ismi emas. Bu shunchaki uning yoshlikda olgan laqabi. Oddiy, oson va shu ism butunlay saqlanib qolgan. Asl ismi esa Kepler Leveran Lima Ferreira. Qaysi biri sizni ko'proq hayron qoldirdi? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Eng so'nggi o'yinlarni jonli efirda tomosha qilish va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun BV Sport Telegram kanaliga obuna bo'ling.